Maktabda yurasan o'qimasang anoqlarga o'xshab deyilgan kasb vakillari esinglardami? Mana misol taksistlar xabaringlar bilan maktab darslariga qo'shilmasdan turib, gnida degan so'zga sinonim bo'lib qolganinglarda, haligi gideta Alibey bayramdan keyin maktabga chiqmay qolgan odamni uyuniga tenglashtirib ishlardi. Yurasan o'qimasang taksist bo'lib. Hozir taksistlarga o'rayapman, eng ko'p bir-birini paddesha qiladigan kasb vakillari. Qayda gayi bor, qayda radar bor, qayda gaz zapravkasi hammasini aytib berishadi. Hech kimga ziyoni tegmaydi bularning. Bitta ham poraxo'r taksist yo'q. Kimdan pora oladi bular? Birovga ziyon tegmaydi, birovni aldashmaydi. Yokida yurasan o'qimasang yer kavlab Rossiyaga borib. Ustoz, yer kavlashdan uyatib, ana taksistlik qilishdan uyatib, ko'proq pul topaydi, hali yerni kavlaganda nimadir solib ko'mib qo'ymayotgan bo'lsanglar normalniy. O'qimasang, tilni bilmasang, pulingga aldab qo'yishadi. Tilni o'rganishing kerak. Rostdan shunaqa bo'ldi. Ash paytda aytganingizga kirib o'qib tilni o'rganib olganlar, hali o'rus pulini olib, o'zbeklar o'sha o'rus tilini bilmasligini bilib ashlarga bo'lib beradigan o'zimiznikilar aldayapti-da lekin.